Bu videoga bir e'tibor bering. Saturnning orqasidan tepib bunga hurmatsizlik qilgan bu qozog'istonlik aktrisa Jolshibekov festival marosimidan so'ng Saturnga hurmatsizlik qildi va uning orqasidan bir tepib qo'ydi. Bunday hurmatsizlik Saturnga yoqmadi. Lekin o'rtadagi ahranalar Saturnning oldidan o'tib, Saturnga javob qaytarishga yo'l qo'ymadi. Lekin bu qiliq javobsiz qolmaydi. Kecha Og'abek Saturn va aktrisa Jolshibekov festival marosimida o'tgandan keyin Saturn aktrisaning qo'lida ushlab tortib qo'ydi. Lekin bu qozog'istonlik jangchi yoqmadi. Saturn orqasidan bir tepib qo'ydi. Albatta bu holatdan keyin ko'pchilik Saturn yozdi. Nega javob qaytarmading? Jam o'tirding. Sen ham tepsang bo'lardi-ku degan savollarga Saturn shunday deb javob berdi. Assalomu alaykum hammaga, xayrli kech. Xudo xolasa ertaga boy inshaalloh. Festivalda nimaga ketizdan tepdi namadingiz? Hammasini ertaga klitkada ko'rsatamiz inshaalloh. Namaylar o'zi salbiy seriyozli bo'laylik. Bachkanalar ham ko'payib ketdi. Bu yoqda Tyson burgerni siqyapti, bu yoqda Spanchi xudo xohlasa Nasroy bomba. Inshaalloh o'tiribmiz, futbol ko'rib. Ertaga ko'rsatamiz. Xudo xolasa inshaalloh ertaga zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Sizlar duo qilib qo'yinglar, xudo xolasa. Bu yog'ini bizga qo'yib beringlar inshaalloh. Do'stlar, bu holatga sizlar qanday fikr bildirasizlar? Qozog'istonlik bu jangni qilgan ish to'g'rimi? Ko'pchilikning oldida Og'abek Saturnni ketiga tepib qo'ydi. Lekin bu Saturnga bildirilgan hurmatsizlikni bildiradi. Bugun Saturn qozog'istonlikning hurmati uchun uni ringda hammani ko'z oldida sharmanda qilaman deya butun O'zbekistonga va'da berdi. Do'stlar, boya aytganimizdek o'z fikrlaringizni kommentariyaga bildirib ketishni unutmanglar. Aytgancha, hamyurtlarimizni qo'llash maqsadida like bosishni unutmanglar. Bugun jang bir necha soatlardan keyin xudo xolasa duo qilib turinglar. YouTube'da promo efirga uzatib bermagan, shuning uchun OAP dasturi orqali pasaysilka orqali o'tasizlar, yuklab olib, xudo xolasa mazza qilib jonli efirda tomosha qilinglar. Xudo xolasa inshaalloh chiroyli g'alaba qilib yurtimizga qaytamiz inshaalloh. Xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. O'g'il O'zbekiston pasaysilka orqali o'tasizlar, yuklab olib, mazza qilib, tindiq tomosha qilasizlar. Gaz